O'zimga ovqat buyurtma qilaman. Yana kimdirga aytaymi? Anu olifta qani? Lokatsiya tashavoring aka. Hot lunch ta'mi o'zgacha mazali. Assalomu alaykum do'stlarim, like bosishasizmi? Do'stlar, xush kelibsizlar bugungi videoga. Do'stlar, korotkalikda 50 ta korobkaga 1 million so'm bekitilgan va har xil sovg'alar ham bor do'stlar. O'tgan videoda ko'rganingizda hamma qiynalgan edi. Endi hozir sovg'a olish ancha oson bo'ladi, lekin buni videoda bilib olasizlar. Do'stlar, kelinglar shu mehnatimizni qadrlagan holda albatta like bosib qo'yinglar va podpiskani bosinglar. Bo'lmasa, let's go. 50 ta korobkaga sovg'a bekitilgan. Ko'ramiz kim qanaqa sovg'a yutar ekan. Xo'sh do'stlar, mana korotkalar uzbanda komandasi shotda shu yerga. Endi do'stlar hozir 50 ta korobka bor sizlarga. Xo'p, sizlarga hozir shartni tushuntiraman. Bu yerda 50 ta korobka bor. 50 ta korobkada sovg'alar bekitilgan. Faqatgina sovg'alar emas, shartlar ham bor bu yerda. Hammalarga 10 tadan papitka beriladi. 10 ta sovg'alarni tanlaysizlar faqat. Faqatgina 10 tadan. Kim birinchi boshida o'shani kelishib olinglar. Har doim don-don-ziki hal qiladi bizning ishimizlarni. Davay vallahi. Don-don-ziki. 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 O, birinchi. Don-don-ziki. Ya! Yaxshi. Birinchi Baxit qilib berildi, boshqa berildi, ikkinchi Hasan va uchinchi oxiri Qoshlar. Bo'lmasa, hamma tayyor bo'lsa, boshlaymiz. Mana shu qotga mehnatimiz bitta like bosib qo'yinglar, bo'lmasa let's go. Xo'sh, Baxit, birinchi siz boshlab berar ekansiz 10 ta korobkani, davay. Sizga bu korobkalar faqat 10 tasi. Qalli. Asli o'zim borligimda qaysini tanlayman. Asli yursam bo'ladi, to'g'rimi? Любой korobkasidan buni hozir sizga to'xtay, pichoq. Sraz joyida ochasiz, joyida hal qilamiz hammasini. Ketdi. Da, hammasi joyida hal qilamiz hozir. Mana shu ko'zing yaxshi ko'ryapti. Intuitsiyangizni nona qilib, sekin, o'tkir pichoq. Sraz ochi-ya. Birinchi korobkamizni qani. Sekin. Nimadir bo'lishami, go'sha sekin. Qo'rqoqda. Xasa. Nima ekan? Ko'rsating. Nima bu? Birinchisiga karsova. Chakra sizga kerak edi. Uyda kerak edi. Bo'ldi, birinchi korobkamizda minus. Vau, mana shunaqa to'g'ri. Endi ketdik. Nima o'g'ri? Ha. Ya bu qatordan olib bo'ldim-ma. Hop, da, qani yana qattiq. Ey, sekin, o'ylab qo'ydi. Davo telga qaraldi. Hammasi bir xil ekan. Mana Cho'tta nimadir qilib bo'lsa. Hop, ikkinchi korobkamizdan minus bo'lyapti-da. Qani, nima ekan? Hop, yordamlashaman. To'xta, intriga qilaman, intriga. Sotib olaman meni. 10, 20, 30 ming. Do'stlar, bu yerda 1 million chochilgan. O'shaning uchun mana 30 mingni oldilar ekan. Let's go. Qaysi? Ha. O'natlidan korobkalar bor, bu yerdan, antdan, hamma yoq korobka sizga. Mana cho'tib ko'zim yomon ko'ryapti. Oh, yomon ko'ryapti, yoqmayapti cho'tim korobka. Texnologiya. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Qani nima ekan? Nima? Yana ichida narsa bo'lish kerak. Ya onasi. Nima? Ko'rsating. Kelib berish. Ha, uzr. Xo'sh, bu limonni hozir yeb berishingiz kerak. Hammasini emas, bitta Ishlasam bo'ldi. Yesangiz bo'ldi. Lekin yeyishingiz kerak o'sha kusokka. Agar hozir mana tushuntiraman yana bitta, agar hozir mashina bitta kusok yeb bera olmasangiz, bitta yana minus bo'ladi korobka talashingiz. Ha, korobka tanlang. O'shanda hozir 4 ta minus bo'lgan bo'ladi korobka. Yuvilgan, havas toza. Sko'shlabapsizlar-da. Voy, ofoq. Qale. Ben sizga o'tib faqat sovg'a tanlash uchun emas. 3 ta korobkani tanlab bo'ldilar, ya'ni 7 ta qoldi. Let's go bo'lmasa. Mana shumi? Strobar, tak. Davay, joyida. O'zbekistonda eng zo'r ishkalat nima? Soba.
Sekin. Easy. 4-chi korobka ham ketdi. Endi 5-korobkani tanla. O'z taktika xos bo'lsa, bo'yni ochdi. Lekin hech qilsam ham zo'r narsa chiqyapti aka. Lekin shunisi bor, o'sha mamlakat ko'rish mumkin emas. Sразу ko'rdim, o'shani ochish kerak. Faqat shu o'tdinglar, ayodinglarchi, ayodda ham zo'r narsalar bor lekin. Ulan. 5-korobkamiz ochilyapti hozir. Qani, nima bo'pti? Eng zo'r sovg'alar. Mashqi jamlabsiz sovg'alarni. Ha bilib oldim taktikani. 5-chi minus, 6-chi. Mayli qo'yamiz. Ya taxtning sovg'a shart chiqmasa-chi. Bo'l 6-chi korobka minus do'stlar. Qani nima chiqar ekan? To'xta, ya'ni o'tgan safar futbolda qiynaldinglar, podarka olishga, sovg'a olishga. Emas, Demay ovozlar shu. Lekin men aytdim. Endi hozir easymi? Da. Easy hozirlar. Конечно, easy. Ham so'von, srovar, xotlanchi. Davay, qani. To'xta. Mana qarash kerak. Bekitib qo'yishga. Mana boshlanyapti shu. Sekin soqqa. Men yoqqa boringlar. Yaxshi kamaga. Hozir 6-chi korobka edi. Da. 6-chi korobka, endi 4ta qoldi. Shansiz kamayapti shu borgan sari. Ozgina adashib ketdim. 3 ta deyish o'rniga 4 ta devorman. Davay, ketdi. Va! 1 million topish kerak. Yo'lakacha 1 million har xil joyda. Bitta joyda emas 1 million. Davay. Bu 7-chi korobka ochilishi. Men sal pastroq tushamiz. Bo'ldi, yana 2 ta qoldi do'stlar. Boyaga 50 ming berib shundan 1 million qatdan yeta olamiz. Cho'pchaganda. Voy bile. Davay. Nima bu? Seriozmi? Nega? Billet. Yana so'vla qiladi. O'zicha 3 ta so'm bor edi. 3 ta so'm bo'ldilar. Men 3 ta olishga roziman, qatta bor. Oxirgisi qoldi. Oxirgidan kir so'm bo'lsa lekin vashsha bo'ladi lekin. Kir so'mlar guri ekasida. Davay, intuitsion ishlatganingizcha. Yeah? Mana. Bo'l, oxirgi ochishingiz davay. It's the last one. Oxirgi korobka. I think it's a good Ketdi, qani. gift. You know? Ana sizlarga soqqa. Nech pul ekan? 10, 20, 30, 40, 50. 100 ming pulum bor. Bo'ldi, easy. 100 ming oldilar. Nima bering? Nima berasiz? Xo'sh do'stlar, mana shu 10 ta papitkalarni ishlatdilar va bu yoqda korotkalarda nima oldingiz o'zi? 2 ta sovun, 2 ta xotlanch, 100 ming pul. Anaqasi pul bo'ldi bu yerda. Normalniy, omadingiz keldi lekin. Tabriklaymiz. Endi do'stlar, keyingisi Hasanni gali ko'ramiz. Hasandan nimalar bo'lar ekan? Ay! 105 ming pul bor ekan mana. 105 ming. Yaxshilab ko'rishingiz kerak edi, ochib ham yog'ini. Endi sen kibrga berib olmadim, pulim ko'payib ketgan. Ha, bo'ldi, ketdi. Xo'sh do'stlar, endi Hasanni gali ko'ramiz. Hasan O'tgan safar cho'ta omadim kelmadi, endi bu safar. O'tgan safar do'stlar, o'tgan safar vashsha podarka ola olmadi. Endi mana 10 ta papitkasi bor. Nima sovg'alarni ko'ramiz. Hop, men boshlayman taktika neycha. Kirgandan keyin ko'pchilik mana bu narsalarga e'tibor bermaydi. Mana shundan boshlaymiz biz. Mana shundan oyoq ostidan deydi. Tak. Qani ko'ramiz. Qani. Azob. Yoy. Ikkita lekin, qara, ikkita. Da mana boyaga aytganimdek, podarka ham bor. Shart ham bo'lishi mumkin do'stlar, boya bular baxaga. Nima bu shart? Qanaqa shart? Azobli shart tushdi. Bu shartni hozir ko'rasizlar. Bo'ldi, o'sha Take a little walk to the edge of town and go. ko'rganinglardek azobli shartni mana shu Aruj avtomatda Hasanni otish kerak bo'ladi. Buni men otmayman, bu yerda ishtirokchilarni o'zi otadi. Har bitta ishtirokchi 3 tadan o'q otadi. Ketdi. Bo'ldi. Davay, bo'ldi, yetadi. Davay, o'tiring. Yana bitta. Bo'ldi. Bu do'stlar lekin ashla, xudan paintball bilasan, o'shanaqadagi tez achitadi lekin. Mana birinchisi har doimda yaxshi bo'ldi, focha bo'ldi, zo'r bo'ldi. Endi ketdi. Yana 90 Zato ishkalatli bu holda.
to'qqizta korobka yana любой joydan tanlab, o'sha ko'pincha barcha joydan tanladi. Men sentrga tegishmabman, sentrga olmoqchiman ana. Sentrdan boshlamoqchi. Ha. Qani. Uy, yeb berishi nima? Wow. Nima? Yo'q, mana teskari. Ha, teskari. Endi qara, mana. Boyaga limondan qasalar yeyish kerak. Cho'ta fol shart bajarotdori. Shart bajarish mayli, qo'limga ham kelsa olla. Mani chempion deyishgan limon bo'yicha. Ana eski ko'radiganlar biladi mana. Mana. No reaction. Ayu, u ketadi. Bo'ldi. Keling ekan. Qani nima ekan? Oo. Jubun tanlading bo'l, ochishing shart. Endi qani, bu mazza ketolmaydi. Yo, ketdi. Mana ketdi. Nima ekan bu yerda? Oo! Mana. Kakras qornim ochuvdi. Hotlanch tushdi. Ana endi videodagi bemalol ovqat yeb, taku mazza qilsa bo'ladi. Kakras o'zi qornim ochuvdi do'stlar. Bo'ldi, endi 4-chi qani? 4-chi. Yana bashak kelib oldi. Yo'q, men burchak ketdi. Bas burchaklarga qarayapti. Ha, burchaklar deb bo'ladi, zo'rlari. Tak do'stlar, mana qani davay. O, bu 5-tanlash. sal normal narsa o'xshaydi. Yana limon. Davay. Yana bitta xuddi o'sha shart. Yeb berish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, 5-si ham zo'r o'tdi. Yana 5 ta korobka qoldi. Va do'stlar, hozir ko'rayotganinglar, ancha havo o'zgargan. Yomg'ir yog'yapti, ovozimiz sal mana bunaqa bo'lib qolishi mumkin. Aybga buyurmaysizlar. Lojivon chog'imizda biz harakat qilamiz. O'sha uchun like do'stlar, like. Shu mehnatga bitta like va подписка. Right, sen tanlovdan ko'ra. Qaysi tanlaysiz? Zashko'pi o'tdi. Davay, 5 ta qoldi. Qani. Nima ekan? Nima bu? Oo! 100 ming. Kakras Endi shuni oshingiz kerak edi. Bo'ldi, 6-si ham o'tdi. Yaxshi. Foyda uchun sirad 100 ming. Foydaga kirdi, zato foydaga kirdi. Ikkita limondan kelgan. Tak. Taktika boshladi. Tak, bu 3-si bu, 3-chi, 7-chi ochishi. Yana 3 ta qoladi shunda. Qog'oz ko'rsam yomon anaqa qotdi-da. Nima bu? Yo! Azobli shart. Davay, yana o'shaqa, ketdi. Oo! Nima bu? Voy, 4 topdingiz-ku. Bo'lmay shu to'zda qilib tashlaymiz-da. 3 ta, qani-da? 3 ta korobka qoldi. Qani nima? 40 ming. 40 mingmi nech pul? 40 ming. Yaxshi. Da, yana 2 ta qoldi. 140 ming. Mana shu yerda pul bor yana. Qani bu ikkinchisi. 2 ta qoldi. Oo, yana xotlar. 9-chi ochish. Normal. Bitta qoldi yana. To'xta, mana shu yerda cho'ti yaxshi ekan, qani? Shartli tushyapti cho'ti. Bo'ladi, qani. Va oxirgi ochishing. Final Bosini yaxshi. shirin. Qo'tlashdan keyin ketadi-yu. Xullas do'stlar, Hasan ammini sovg'alari nech pul bu? 140 ming. 140 ming va 2 ta anaqa takoy chokolad chips, 2 ta xotlash va shirinlik. Nice. Mana sovg'alarni olib ketishyapti. Men xursandman. Mayli, sog' bo'linglar. Bo'ldi. Hasan ham sovg'asini oldi va 3-ishtirokchimiz qoshlar qoldi. Ko'ramiz qoshlar nima olar ekan. Qoshlar. Xo'sh do'stlar, oxirgi ishtirokchimizda qoshlar sizga ham narsa qolgan bo'lsa, qolmagan emas. Hali ko'p korobkalarimizni ketdik. Tanlaymiz, 10 ta talashingiz bor. O'ta talash birinchisidan boshlaymiz har doim. Hasan takkasi. Hasan akami taktikasi. Lekin Hasan boshqacha tushgan. Sizni bilmayman tushadi. Ko'ramiz qanday davay. Qoshlar birinchisi zo'r bo'lsa, qolganlari ham zo'r bo'lishi kerak. Nima? Azobli shart Hasan akami ketdim-da. Azobli shart do'stlar. Qoshlarga ham xuddi o'sha shart tushdi. Davay, endi turaverasiz, qolganlar o'tadi. Davay, ketdi, qani. Otdi. Deyapti o'zi. Voy, omoqsida. Davay, qani. Baxa. 1, 2, 3. Ana.
Qulog'imga poyladi kim bo'lsa ham. Xo'sh, har doimda birinchi sizga omadli keldi. Shart bajardik. Qanaqa gap takkasi bosh qaytarmayman. Ketdi, Oxirdan boshlayman joyga. Daraxt qarab ketdim-da. Ikkinchi karot ketsanlar. Yolg'iz bari. Qani, davay. Qoch ketmaydi, xavotir. Ochingmi aka? Wow! Yaxshi. Ana. Mana. Nechi pul? 40 ming. 40 ming Takoy. plus. Talag'ash yesa bo'ladi. Tabriklaymiz. Bu ikkinchi ochilishi zo'r bo'ldi. Katta, uchinchisiga ketdi. Zigzag qilamiz. Bo'lamiz. 4 kilo qolmadi shu bor. Zigzag taktikasimi? Ya qani bu nima chiqar ekan? Davay, qo'shar. Qizil yozuvdi. Azobli shart. Zigzag ham qilish kerak emas ekan. Azobli shart yana yo'q. Yotdi lekin ketdi shart bajargani. Yo'q. Qani o'zim korobkani o'zim ko'tarib ketaman. O'zimni shartimni o'zim ko'tarib ketaman. Hozir yaxshigina Ey, yeyman. yana otamiz. Ey, bo'ldi. Ko'p otishim emas. 3 soat yili bo'ldi. Ketdi baqa. Ey, nima otdilar? Bo'ldi. Olamadingiz. Uchtasi. Uchinchisidan ham o'tib oldingiz. Yerga ham qizarib ketdi. Ovadinglar kelgansizlar-da. 4-chi korotkangizga keldik. Oyoq ostida kelganda. Vana ketdi. Olib ham ochaveringda, ko'tarib. Vooo! Nayosh ko'rgan narsa-yu. Do'stlar, bu yangilik do'stlar, qotlanishdan chiqayotgan yangilik. Chef deyiladi. O'zi sotuvda bor. Sizlar ham tatib ko'rishingiz mumkin. Men o'zim raza qilib ko'rdim. Yaxshi. Tabriklaymiz. 5-chi ochingiz qoldi, 5-chi. Keyingisi yonma-yon yaxshi bo'lsa kerak. 5-chi korotkamiz. Ketma-ket bu mana shu ketdimi? Ochasiz. Ya, mana shu ketidan yaxshiga o'xshabadi shu. Nima. Hali ochmadim. Yo'q, bo'ldi, tugadi. Voy, ostida. Nima bo'lasiz? Yo'q qoldimi deyman. Do'stlar, azobli shart. Yuring. Boshga boylamanglar. Voy, bo'ldi. Bo'ldi. Da, ketdi, bak. Headshot. Bo'ldi. İşte. Ala biz var. Gelin. 4 ochingiz qoldi, 4ta. 4ta kashamali 4ta korobkangiz qoldi. Qani, davay. Mashg'ulotlanchi ochaylik. 6ta ochib bo'ldingiz. Bismillahirrohmanirrohim. 7-si, davay. Yana ketdi. Nimadir tushmasa bo'lmaydi. Shuncha azobli shart bajardingiz, endi nimadir olishingiz kerak o'rniga. Oo! Nima? Yana nima chiqdi? Cho'tkinasiga. Do'stlar. Kerak. Bizni hamkorda, bizni ishga. Tabriklaymiz. Rahmat. Sigi kamtiri qo'lini. Bu ishga, zo'r ishga. Nafas oladigan ishga o'xshatib, mana anaqalari bor ekan. Nafas oladi. O'z как sizga ishga kerak edi. Kamtiri ham sigi. To'g'richiga. Yo'q. Baliki. Bo'l. Mikrofon. Sigi uxlab ketdi. Bo'ldi. O'sha yana 3 ta qoldi. 3 ta papitka qoldi. Cho'papga qoldi. Nimadan? Altay, shaltay. Shaltay. Mashina ochingchi. O. Bismillahirrohmanirrohim. Kamtirig'asi deyay. Klaviatura, protsessni tushkiladi hozir. Nima. Onasi deyapsiz. Do'stlar, nima deyishdi? 4-si уже azobli shart. Omadsizmanmi? 4-si boksini tushyapti. Menimcha ko'z tegdi menga. O'zi bundanchi 10 ta qo'yilgan. Sizga 4 ta tushdi o'shandan. Почти yarmi tushdi-da. Yuring, bu shart bajaramiz. Hi, salalomi, same we home. Well, let's go. Normal. Boshimga. Voy, boksini. Yana 3 ta qoldi. 3 tami? Shashtim tushib ketdi bori. 2 ta qoldi, 2 ta. 2 ta korobka. Endi o'ylab oching. 2 ta korobkasi qoldi. Qarang, mana shuncha korobkalar bor hali. Shu menimcha yaqinni tanlash kerak emas deb o'yladim. Yaqinda bir gideti o'rdan tanlash. Boshqacha taktika bo'lganda aynan yaqinlarda zo'r pullar bo'lishi mumkin. Hozir ashti ham. Voy, men bu tomonda tanladim, yomon tushdi, zinash nimalari yaxshi bo'lishi kerak. Pullar qolib ketdi, shuncha pullar. Mana ishdan ochib ko'raman. Mana shu yanimda. Topolmayapti ham bor. Davay. Qo'shar. Ikkinchisidan bittasi ochilyapti. Bir joyim bir narsani sezyapti chetda. Yo'q. Og'zini kolonka. Bu suv ishlaydigan kolonka bilasizmi? Takoy trendy. Как раз походliga chiqaman kerak edi. Tabriklaymiz, kolonkali bo'ldi. Juda keyin Bitta yomon, bitta yaxshi. Bitta texnika yo'qotdilar. Keyingisini tez Bitta qoldi.
O'ylashim bo'yicha yaxshini yonida konkret Har doim yomon 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 bo'lgan. Qattiq bilan işte pul yotgan bo'lsa 500 ming pul. Hop, gideti ham bitta mana yaxshi bo'lgan, yomon bo'lgan, yaxshi bo'lgan bo'lishiga to'g'ri kelyapti. Menimcha. Shuni bilib qo'ying oxirgi ochishingiz. Peshonamizga nima yozilgan Mana bo'lsa men o'shani oxirgi ko'ramiz. ochingizni Shuni bilib qo'ying oxirgi ochingiz. Qo'lasangiz ani oching. Qaysidir ko'rsatuvni ko'ruvdim, boshlovchi aldashi mumkin deb, yaxshi sog'i bo'lgan. Endi oching mayli. Yeb qo'ysam o'zim yeb qo'ygan mana. Men sizni oldindan ogohlantirdim. Mana ani ochinglar. Lekin siz shuni ochdingiz. Bo'ldi, oling. Yeb qo'yma. Oling. Korobkani o'zini sinachli qog'ozi bor. Bu korobka yo'g'iga kim qo'ydi? Borib qo'ya oling shu. Joyiga borib qo'ya qoling. Mana men o'zim. Men sizga nima dedim? Azobli shahar. To'xtaylar. Men sizga to'g'ri gapirdim, bitta ochib qo'ying o'shani, bitta oching qani. Qani ochib ko'raylik. Qarang. Men sizga to'g'richa aytdim. Mana buni oching yoki anini oching deb. Endi ochib ko'ring, ko'rasiz hozir. Nima chiqishini. Men sizni ogohlantirdim bitta. Nima dedim? Voy, olasini yersa. Mana shu 50 ming sizniki bo'lardi. Yana bittalash oson bo'lar. Endi yo'q. Siz ma'mul bajarasiz hozir. Yuring. Oxirgi lastoviy mash bo'ldi. Odinglar. Turing. Va ketdi. Let's go. Oh. Voy, avval 5 marta qildi. Sal izomi, sal chetroq otdi. Otlidir. Xullas do'stlar, mana sovg'ingiz, pulingiz qani? 40 ming, boyaga 50 ming olardingiz, lekin buni o'rniga ma'muni ko'proq oldingiz. Mayli. Bu do'stlar o'yinchi hafta, mana bunaqa rostakasi emas. Mayli, lekin rostakasi emas bo'lsa ham. Sekin. Bo'ldi, tabriklaymiz. Mana hamma uchun sovg'ali bo'ldi. Hamma. Bunaqa o'tgan safardagi qiyinchilik bo'lmadi deb o'ylayman. Bo'lmasa-da hammalar kelinglar, let's go. Xo'sh do'stlar, ko'rayotganingizdek hamma sovg'ali bo'ldi. Albatta. 50 ta korobkadan 30 tasi ochildi va 20 tasi qoldi. Endi 20 tasini keyin ochamiz. Samigramning hamma sovg'ali bo'ldimi? Ha, xursandmiz. Kalta edilar. Mayli. Sovuni nima qilamiz shularni? Obat qilaylik menga. Shularni anaqasiga kelinglar, bitta kommentariyaga bitta anaqa utishitiling nimadir yozib qo'yinglar. Va omad tilaylar va do'stlar, mana shu qilayotgan mehnatimizga bitta qadrlab like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'ling, chunki kanalda obuna bo'lsang ko'rayotgan odamda ko'p ekan, o'shaning uchun 80% do'stlar. podpiska bosib qo'yamiz. Bo'lmasa, tabriklaymiz. Xayr hammalarga. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, yashtirasiz.